Akalar, mana markani ko'rasizlarmi? Ona bola shtab, больницаning ro'parasidagi O'tkir mahallasi bo'ladi. Mana shu arka bo'ylab 500 metr kirganimizda, shundoqqina yo'lning yuzida Tartsoyda joylashgan 308 sotuvli mana shu uchastkamizni sotuvga qo'yilgan. Kottejchilar uchun ham zo'r variant. Fasadi bunaqasiga 30, bunaqasiga 15 metr bo'ladi. Kadastr bo'yicha 308, lekin kattaroq ham chiqishi mumkin. Ichkari taraflama ko'rsak bo'ladi. To'rt burchak shaklida eski binolari bor. Tekislab boshqatdan kamida 3 uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Lokatsiyani ko'pchilik yaxshi bilsa kerak, bir tarafdan betonkaga ham juda ham yaqin bo'ladi. Unaqasiga bozorlarga 5 minutda yetolsanglar bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar joyida savdolashamiz deyishyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Akalar, mana markani ko'rasizlarmi? Ona bola shtab, больницаning ro'parasidagi O'tkir mahallasi bo'ladi. Mana shu arka bo'ylab 500 metr kirganimizda, shundoqqina yo'lning yuzida Tartsoyda joylashgan 308 sotuvli mana shu uchastkamizni sotuvga qo'yilgan. Kottejchilar uchun ham zo'r variant. Fasadi bunaqasiga 30, bunaqasiga 15 metr bo'ladi. Kadastr bo'yicha 308, lekin kattaroq ham chiqishi mumkin. Ichkari taraflama ko'rsak bo'ladi. To'rt burchak shaklida eski binolari bor. Tekislab boshqatdan kamida 3 uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Lokatsiyani ko'pchilik yaxshi bilsa kerak, bir tarafdan betonkaga ham juda ham yaqin bo'ladi. Unaqasiga bozorlarga 5 minutda yetolsanglar bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar joyida savdolashamiz deyishyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Akalar, mana markani ko'rasizlarmi? Ona bola shtab, больницаning ro'parasidagi O'tkir mahallasi bo'ladi. Mana shu arka bo'ylab 500 metr kirganimizda, shundoqqina yo'lning yuzida Tartsoyda joylashgan 308 sotuvli mana shu uchastkamizni sotuvga qo'yilgan. Kottejchilar uchun ham zo'r variant. Fasadi bunaqasiga 30, bunaqasiga 15 metr bo'ladi. Kadastr bo'yicha 308, lekin kattaroq ham chiqishi mumkin. Ichkari taraflama ko'rsak bo'ladi. To'rt burchak shaklida eski binolari bor. Tekislab boshqatdan kamida 3 uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Lokatsiyani ko'pchilik yaxshi bilsa kerak, bir tarafdan betonkaga ham juda ham yaqin bo'ladi. Unaqasiga bozorlarga 5 minutda yetolsanglar bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar joyida savdolashamiz deyishyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Akalar, mana markani ko'rasizlarmi? Ona bola shtab, больницаning ro'parasidagi O'tkir mahallasi bo'ladi. Mana shu arka bo'ylab 500 metr kirganimizda, shundoqqina yo'lning yuzida Tartsoyda joylashgan 308 sotuvli mana shu uchastkamizni sotuvga qo'yilgan. Kottejchilar uchun ham zo'r variant. Fasadi bunaqasiga 30, bunaqasiga 15 metr bo'ladi. Kadastr bo'yicha 308, lekin kattaroq ham chiqishi mumkin. Ichkari taraflama ko'rsak bo'ladi. To'rt burchak shaklida eski binolari bor. Tekislab boshqatdan kamida 3 uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Lokatsiyani ko'pchilik yaxshi bilsa kerak, bir tarafdan betonkaga ham juda ham yaqin bo'ladi. Unaqasiga bozorlarga 5 minutda yetolsanglar bo'ladi. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar joyida savdolashamiz deyishyapti. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz.